Shaharni ko'rasizlar, ko'rinib turishini. Yunusobod 14-kvartal kelganimizda Novostroyka Xonsaroyidan 2 xona, 3 xona qilingan uyimiz chiqyapti. 14-etajdan. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Balkonlar ham juda katta, keng qilingan ekan. Xo'p. Bu yog'imizda mana ham zal, ham oshxona bo'lyapti. Chiroyli qilib yangi Yevroremontdan chiqqan uyimiz bo'lyapti. Mana bu oshxonasi ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p. Bu yog'imizda podyezddan asosiy kirish eshigimiz bo'lyapti. Kirganimizda chap qo'limizda mana stroy mebellarni qilib qo'yishgan. O'ng qo'limizda oynalarni qo'yib ketishgan. To'g'rimizda spalniyimiz bo'lyapti. Spalniyda ham kerakli hamma narsa konseynergacha qo'yib qo'yishgan ekan uy egalari. Hop. O'ng qo'limizda bitta detskiy xona bo'lyapti. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Bitta karavot qo'yib qo'yishgan. Olib turib ijaraga berib qo'yishgan. Zo'r variant. Hop, tualet vannasi bitta qilingan, совмещенный qilib, bu yerda ham kir mashinalar qo'yib ketilgan. Va to'g'rimizda как бы mana 3 xona qilib qo'yishgan. Bu yog'imizda mana zal bo'lyapti. Bu yog'imizda kuxnya, studiyniy variant bo'pti. Hop, uyimizdan 52 kvadrat, plus yana balkoni ham bor. Narxi kelamiz. Narxini 89.500 deb so'rashyapti. Yana sunnatiga ozgina o'tib berilgan joy bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Ko'plarini Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga ssilka orqali o'tsangiz bo'ladi. Ssilka profilimizda bor.